2025-yil 2-iyun sanasida Yo'ldosh ota mahalliy o'riklar pishib yetildi do'stlar. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib olganlar ko'rishlar. Kim nima desa, men uchun bu eng zo'r o'rik mahalliy Yo'ldosh ota ham eksportga, ham sotuvga, ham qiyom boshqana masalasiga to'liq javob beradi. Shakar miqdori ko'p. Eng asosiysi serhosil hosil, go'shtli. Turkiya bargi qilsa ham bo'ladi. 100 ga 100. Bu ko'p yillik daraxtimiz, o'rtacha 200-300 kilo mevasi bor. Holatlari zo'r. Shu holatga keldi. Bir yil yomg'ir yoqqan sababli sepkil tushib qoldi o'riklarga. Lekin holati o'ta ham zo'r. 2025-yil 3-iyun sanasida 2-iyun sanasida shu holatda. Xudo xolasa ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz, albatta. Nomerlarimiz 97 040 23 21. Keyingi hosillarni ham ko'rsating. O'ta ham zo'r holatda mana. Bu pastki tomonlari u darajaga yetilolmay, tevalari to'liq pishib yetilgan. Kalibr sohasiga ham umuman muammo yo'q, ko'rishlaringiz mumkin. Deyarli shaftoli deb bo'lib qo'ydi. Ko'chatlardan bisyor bizda, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar, kuzga tayyor. Doimiyda yaxshidan boqqalar do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Eng zo'r yangiliklar nima borasi bizda bo'ladi. Sog' bo'linglar do'stlar. Amin.